Negativchilar o'zlaringiz kelib ko'ringlar Ximchani qanaqa klinikaligini. Assalomu alaykum hammaga, aziz yurtdoshlar. Ana men 11-chislada mana shu Ximchan klinikasiga keldim. Bundan oldin 2 yil burun Rossiyaning Podmoskva Orexovo shahrida yiqilib travma olganman. 2 oyog'im sinib mayda-mayda bo'lib ketgan edi. O'sha yerda operatsiya bo'lib temirlar qo'yilgan edi. Uncha aytganday yaxshi bo'lmadi, majbur bo'ldim o'zim Buxoroga qaytib kelishga. Mana shu Ximchanni maslahat berishdi, keldim. Rahmat shularga, medpersonalga, hamma vrachlarga, особенно Abdullayev Islom Tilmanichga mana operatsiya qildilar. 5 kun o'tib mana yuryapman, Xudoga shukr. Men ko'p klinikalarni ko'rganman Moskvada, Podmoskoviyada. Ximchan klinikasi ham Yevropa standartlariga mos ekan, raqobatlashib bilar ekan. Maslahat beraman. To'g'ri kimgadir negativ keladi. Negativchilar o'zlaringiz kelib ko'ringlar Ximchanni qanaqa klinikaligini va ishonch hosil qilasizlar. Rahmat hammaga, особенно shu Ximchan nimalariga charchamanglar.